Endi nelegalda qolasiz? Yo aka, qo'ying. Koreya menga nelegal qolishga qoplamaydi. Agar Koreyada nelegal qolish niyatim bo'lganda, dovni vatanimga qaytmasdan nelegal qolib ketardim. Bu C31 mehmon vizasi bilan men Koreyaga borib, shu bir necha oy sayohat qilib kelish niyatim bor. Buni qo'ying aka, men sizga boshqa variantlar borlik. Pasportimdagi o'tib ketgan vizalarni emas, hozir ayni vaqtda amaldagi vizalarni ko'rsataman aka sizga. Siz menga bir tanlashib yuboring, qaysi davlatda men nelegal qolay bor. Gonkong davlatining sayohat vizasi, bu viza kelasi oy yanvar oyining o'rtalarigacha amal qiladi. Gonkong moliyaviy tomonlama juda ham barqaror davlat aka. Mana shu davlatda nelegal qolaymikan, nima deysiz? Angliyaning 2 yillik sayohat vizasi, bu vizam 2027-yilgacha amal qiladi aka. Nima deysiz? Angliyaga borib nelegal qolib ketaymikan? Bu mening ikkinchi bor olgan Schengen vizam. Yaqinda Toshkentdan olgan edim. Bu vizam mana shu dekabr oyidan boshlab kelasi oy yanvarda oxirigacha amal qiladi. Nima deysiz? Yevropaga borib, Fransiya yoki Ispaniya, Germaniya, Italiya shu davlatlarga borib nelegal qolib ketaymikan? Akajon, sizga shuncha variant berdim. Rosti o'zim bilmayman qaysi davlatlarga borib nelegal qolib ketishdi. Yordam bering, iltimos sizdan.